Endi Hadeb studiyamizda folklorshunoslar ishtirok etavermaydi. O'ktam aka, shuning uchun sizdan ko'proq savol-javoblarni olib olsak yaxshi bo'lardi. Ma'qul. Bugungi kunda baxshichilik bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar jadal. Hattoki bolalar o'rtasida tanlovlar yoki kattalar o'rtasida musobaqalar o'tkaziladi. Misol uchun, mana o'zimni tajribamdan sizga bitta savol bermoqchiman. Bozotov Fest 2023, 2024, 2025 da barvarak, ya'ni ketma-ket 3 yildan beri reportaj tayyorlab kelyapman. 3 yildan beri. 3 yildan beri kuzataman, baxshichilik yo'nalishi bo'yicha ijrochilar ko'p, yoshlar ham ko'p, 3 toifada va hamisha oxiri muammoli tugaydi, rostida. Yo tortishuvlar bo'ladi yoki boshqa. Chunki u yerda 4 ta yo'nalish bor. Estrada bor, maqom ijrochiligi bor, opera ijrochiligi bor va baxshichilik bor. Tabiiyki norozichilik bo'ladi. Norozichilik bor. Hattoki o'tgan ijtimoiy tarmoqlarda ham muammoli vaziyatlarni guvohi bo'lganmizda, mana shunday vaqtda yo baholovchi mukammal bilimga ega bo'lish kerak yoki sahnada turgan o'zi mukammal bo'lish kerak. Ijro uslubida yuqori o'rinni egallash uchun mana shunday tanlovlar, ulardagi baholanish jarayonlari, mana shu haqida fikringizni eshitsak. Chunki bugun xalqaro tadbirlarni o'tkazayapmiz-da. Demak, bizda xolislik, bizda to'g'ri tanlov bo'lishi kerak va uni bosib kelayotganlarga ham o'sha nima deydi? Ko'nikmani, kompetentlikni shakllantirishimiz kerak-da. Ertaga u ham baholovchi bo'ladi, to'g'risida. Kerak, mana shu haqda to'xtalib o'tsak. Bugun tanlovlar, har xil musobaqalar va ulardagi hakamlik jarayonlari. Endi bu juda og'riqli savol, lekin kerakli savol. Kerakli savol. Bu men ham ko'p kuzataman, bu to'g'ri aytyapsiz. Har doim mana shu tanlovlardan keyin har doim nima deydi, internet portlaydi deydilar. To'g'ri. Kunda aytsa, Telegram kanallari hamma joyda norozichilik portlaydi. Mana shu tanlovlardan to'g'risini aytsam, ayrim paytda odam yuragi bezib qolib, shu tanlov odatda baxshilar bilan bog'liqda, Safar aka, to'g'rimi? Baxshilar. Mana yaqinda Bozotda o'zingiz ham qatnashdi, shogirdingiz bilan birga. Endi buni men bir sinchiqlar, bir o'zimni kuzatuvim. Bu meni shaxsiy fikrim, albatta. Men juda ko'p guvoh bo'lyapman. Endi bu sizni aytayotganingizdek estrada yo'nalishi, maqom yo'nalishi, boshqa an'anaviy ijrochilik, opera yo'nalishlari ham bor. Lekin aynan bularda ko'p bo'layotgani bu festivallar, bu baxshilarga e'tibor yaqindan kuchaydi. Va yaqindan bu tanlovlarga bu quvonarli bo'lgan jihatlari bor. Baxshilar maktabi ochildi va baxshilar sinfi, to'garaklar ochildi. Yosh baxshilar yetishib chiqyapti. Ustozlar juda ko'p baxshilar yetishtirib chiqyapti. Qancha ko'p bo'lyaptimi? Endi biz songa emas, sifatga qarab ishlashimiz. Biz yetarlicha baza to'pladik. Endi qancha ko'p bo'lgan bu quvonarli. Lekin endi baribir bularning ichida o'zi aslida meni qurultoy deb aytib o'tganimiz, qurultoy bu turkiy qadimiy so'z, bu yig'in. Baxshilarning yig'ini. Bu tanlov emas, festival emas, ko'rik emas, bu musobaqa emas, bu yig'in. Bunda hamma g'olib. Shunday. Bu ishtirok etganning o'zi g'olib. Bir-birini eshitadi, bir-birini tinglaydi, master class, tajriba almashadi, bu bir-biridan o'rganadi. Meni o'zimning shaxsiy fikrim, umuman mana shu baxshilarda ham, mana shu festivallarda ham, boshqalarda ham bu yo'nalishlar degan narsa. Surxondaryo maktabida, mana Sherobod dostonchilik maktabi, Qashqadaryo, Surxondaryo Sherobod dostonchilik maktabi hozir an'ana saqlangan bo'lsa, shu maktab ijrochilari bilan Xorazm maktabi, Qoraqalpoqda 2 ta maktab bor. Jirov va baxshilar bor. Bularni bir-biridan ustun, bir-biridan kam ko'rib bo'lmaydi. Keyingi nimalarda ham shu to'polani shunda bo'ladi, janob. Bizda bo'ladigan nimalar. Buning asosiy bitta sabablaridan biri deb bilaman men. Men har doim ta'kidlab kelganman, bu yangi gap emas, meni eshitganlar biladi. Yana ham takrorlasam, yana siz uchun aytaman. Keyin qolgan eshitmoqchi bo'lganlar. Baxshilardan tanlovga hakamlikka qo'yish kerak emas deb o'ylayman. Baxshini baholamasin demoqchimiz. Shu ma'noda. Chunki bu yerda bitta narsa bor. Baxshi bu ijrochi. O'zini nuqtai nazardan qaraydi. Yo'q, unda ham emas. Bu yerda baxshiga nisbatan yo simpatiya yo antipatiya bo'ladi. Yo'q, mumkin yoki aksincha. Bitta baxshining nevarasi, o'g'li, jiyani, baxshini bolasi baxshi bo'ladi. Kim bo'ladi? Nevarasi baxshi bo'ladi. Boshqa odam baxshi bo'lmaydi. Qonda bo'lgani uchun, bu genda bo'lgani uchun bo'lyapti. Shunday. Ana endi buni baxshini o'zini o'g'li yoki nevarasi qatnashayotgan bo'lsa tanlovda
u baxshini hakamlar hay'atida o'sha otasi o'tirgan bo'lsa, unga birinchi o'rinni bersa, albatta norozichilik bo'ladi deb. To'g'ri. Bu tabiiy hol bu. Agar haqiqatan ham shu bola talant, haqiqatan zo'r bo'lishi mumkin. O'sha darajada bo'lishi mumkin. Lekin baribir uni otasi baholash kerak emas. O'sha paytda meni bolam yoki o'quvchim, shogirdim yoki meni jiyanim, o'g'lim qatnashyapti, nevaram qatnashyapti. Men tanlovdan chiqib turaman. Yo nevarasi chiqib turish kerak. Yo bobosi yo otasi chiqib turish kerak bu yerda. Hakamlik tarkibidan. Tarkibidan. Mana adolat qayerda? Ana shunda bu to'g'ri bo'ladi. Va undan keyin bularga ham aytadigan murojaatim mana shu baxshilarga. Sizlar baxshilar xohlaysizlar. Chunki bu bobo yo ota o'zini bolasidan ortiq ko'rmaydi. To'g'ri. Hech kim. Hammadan ortiq o'zini bolasini ko'radi. Hammamiz ham shunday. Shunday. Hammamiz adolat qilish juda qiyinroq bu borada. Sababi meni farzandim zo'r edi deydi. U bilmaydi uni imkoniyatini. Bu o'zinikini yaxshi ko'z bilan qaraydi. To'g'ri. Keyingiga baribir boshqacha qaraydi. Shu uchun bular o'ziga olib beraman deb. Mana shu beriladigan bir qanchadir mablag', summa bunga moddiy foyda berishi mumkin. Lekin bitta eng katta narsani zarba berib qo'yadi. Eng bu yerda bo'ladigan eng katta og'riqlik joyi, eng katta joyi shunda iboratki, o'sha baxshi o'zining nevarasi o'g'lini kelajakda zo'r bo'lishiga o'zi oyog'iga bolta uryapti. Sababi bu hali unga yetishmagan hali. U darajada emas. U birinchi o'rinda oladigan, Bo'zato'ga respublikaga chiqadigan yoki respublika festivaliga chiqadigan darajada emas hali yosh. U bolada ayb yo'q bu yerda. Bola hammasi xohlaydi birinchi bo'lishni. Lekin bu hali xom. Bu uni o'rgatish kerak. Dostonga o'rgatsin, termaga o'rgatsin. Uni yaxshi tarbiyalash kerak. Uni zo'r qilib olib chiqish kerak uni. Unga yon bosib olib beryaptimi? Bu otaga suyanib qoladi, boboga suyanib qoladi. Nima uchun ko'proq mana shu ko'p katta bolalarimizni bolalari, farzandlari zo'r bo'lib chiqib ketmadi. Nimaga otasi zo'r, bolalari zo'r. Otasi zo'r bo'ldi degani, bolasi ham haqiqatan zo'r aytadi degani emas. Qachon bo'ladi uni? O'sha urilib, turtilib, surtinib, shu boyagi tanlovlardan, elakdan, g'alvirdan o'tib, keyin chiqsa, immunitet hosil bo'ladi unda. O'sha qolish, o'sha yuqori cho'qqiga intilish bo'ladi. Uni birinchi tanlovdan tumanda o'zidan unga birinchi o'rinni berib qo'ysa, mendan zo'ri yo'q ekan dedi u bola. Va keyingisi ham, keyin yana bitta narsani ham e'tiborga olaylik. Buni nizomini pishiqroq ishlab chiqish kerak. Haqiqatan. Pishiqroq bo'lish kerak nizom. Nizomini o'sha soha mutaxassislari bilan maslahatlashish kerak, mutasaddilar. Bular tabiiy ular baxsh san'atini bilmasligi mumkin, u boshqa yo'nalishda bo'lishi mumkin. Lekin bu qatnashtirayotgan hakamni ham tanlashda adolatli hakamlarni olish kerak. Bir, ikkinchidan o'sha nizomlarda ham mana shu bitta bola, mana hozir norozichiliklar qanday bo'lyapti? O'tgan yil birinchi 3 yildan beri bitta bola bitta viloyatda o'sha chiqadi. Birinchi o'rin. Aniq bo'lib qolganda. Aniq bo'lib qolganda. Unda nima qilasizlar tanlovda o'tkazib? Yana 50 ta bola nima qiladi ovora bo'lib? Tuman mahalla bosqichi, tuman bosqichi, viloyat bosqichigacha kelguncha. O'sha aniq ekan-ku shunga berishlar. Nima kerak bor odamlarning vaqtini olib, shuncha mablag' sarflab buni o'rin berish kerak bo'lsa. Shu uchun bittasini o'tdimi, bitta sinovdan o'tdi, tepaga chiqish kerak. Bo'ldi endi. Buni kimning nevarasi bo'lishidan qat'iy nazar, u chetroq olish kerak. Rahmat. O'zlarini hurmat qilish kerak baxshilar. Shunda natija bo'ladi. U nevarasiga yutuq bo'lishi uchun yaxshilab o'rgatsin. Yana bir muammoga yechim bo'ldi. Farhod aka nima dedingiz? Jurnalistikasi deymiz-ku, xuddi shunday. Rahmat, juda o'rinli. Nima uchun bu san'at mana necha asrki avloddan avlodlarga o'tib kelayotganligi. Chunki bu yerda yozilgan va yozilmagan qoidalar bor va unga amal qilinishi shart.